haliga agar qo'linglar band bo'lmasa qarsak chalish ham mumkin. Har holda ochilish marosimi. Avvalo assalomu alaykum barchalarga. Taklifimizga labbay deb kelganingiz uchun tashakkur. Biz hammaga imkon nomi bilan yangi bir loyihani e'lon qilmoqchimiz. Bu loyihamiz nasib bo'lsa, hozir O'zbekistonda iqtisodga, tijoratga, tadbirkorlikka yaxshi imkoniyatlar bo'layotgan payt. Bundan taxminan 5 yil oldin, boring 10 yil oldin islom moliyasi to'g'risida gapirish bir xayol bo'lardi, ertakka o'xshagan narsa bo'lardi. Mana bugun islom moliyasi to'g'risida shaxsan prezident janoblarini o'zlari tashabbus qildilar va banklar islom moliyasini bizda tatbiq qilishligiga qarorlar qabul qilinyapti va katta imkoniyatlar ochilyapti. Boshqa islohotlarning ichida bu bizga ham albatta xursandchilik, ko'p imkoniyat, yaxshi natijalarni beradi degan umiddamiz. Bugun mana hozir banklardan pul olish, ishlab chiqarishgami yoki tijorat qilasizmi, uy sotib olasizmi, mashinami, yuridik shaxs bo'lishingiz kerak. Biz hozir e'lon qiladigan yangi loyiha A1 yo'nalishida nasiya savdo loyihasi. Nasiya savdo loyihasi avvalroq bir nasiyani biroz tanqid qilib chiqqandim. Bizda nasiya savdosi bor. Ko'p odam nasiyani halol yo'nalishini, halol shartnomalarini kelishib olib ishlayapmiz deydi-yu, lekin yo'nalishni yaxshilab nazar solsangiz, halol degan joyi bor, u yoqda insof degan narsa yo'q. Sotayotgan narsasini ustiga bir 10-15% narx qo'yib oladi. Uni ustiga u yog'idan bir 30% yillik qo'yadi. Bu yog'i 30% ga sotyapman deydi, 40-45-50% ga chiqib ketadi. Olayotgan odam uni oladi, 10 ming narsani 9 mingga sotib oladi. Natijada 50% lik narsa 70% ga chiqib ketadi. Va sun'iy qarz yuzaga keladi. Sun'iy qarz. Bugungi kunda iqtisoddagi eng xatarli narsalardan bittasi qarz. Sun'iy qarz u ham. Molni asl narxi boring nasiyaga bo'lganda ham 12 ming bo'lsa, ana olgan odamning bo'ynida 17 mingga aylanib ketadi, misol uchun. Va biz ko'ryapmizki, qarzga botish oqibatida juda ko'p tadbirkorlarni ishlarida orqaga ketish bor, uni shapkasini bunga, buni shapkasini unga kiygizish bor. Va olgan narsasini sotib olib 20%, 30% dek boshqa biznesi yo'q, uni maishatiga tikib olgan, boshqa narsaga tikib olgan va ko'p muammoga kiryapti. Ana shu narsalarni e'tiborga olib, nasiya savdoda jiddiy shaklda ishlab chiqarishga, ehtiyojni qondirishga, ko'pchilikning imkoniyatini kengaytirishga biz loyihani e'lon qilmoqchimiz. Nasiyaga olayotgan, bankdan olayotgan odamlar, masalan, islomiy banklardan ham hozir nasiya savdolar bor. Lekin 12% nima bor? NDS bor. O'sha 12% NDSdan qochib bo'lmaydi. Natijada o'zidan o'zi sun'iy shaklda 12% qimmatlashadi. Bizda nasiya savdoyimizda molni tan narxini ustiga 12% qo'ymaymiz. Bu bir yaxshi plus tomonimiz. Bundan tashqari A1 Motors degan bizda A1 yo'nalishda mashina olib keladigan shirkatimiz bor. Bu shirkat sizga mashinani nomingizga o'tkazib beradi. Ya'ni siz undan mashinani qabul qila olasiz, nasiyaga to'lashni boshlaysiz. Bu nasiya sizni o'zingiz nomingizda bo'ladi-yu, lekin sotish muammosi bo'ladi. To'g'ri, uni biz taqiq qo'yib qo'yamiz. To unsiz taksi minasizmi yoki bir turizmni rivojlantirasizmi, kelgan mehmonlarni kutib olish, kuzatishga o'xshagan mashinaga aloqador hamma narsalarni imkoniyatini qilib beramiz. Yandeksda taksi qilayotgan xalqimiz ichida ko'p odamlarning mashinasi yo gazda, yo benzinda. Hozir havo masalasi hamma joyda dolzarb bo'lib turibdi. Ko'p odam havoni yomonligini faqat gapirish bilan hal bo'ladi deb o'ylayapti. Yo'q, biz harakat bilan ham hal qilishimiz kerak. Bugun imkoniyati bor odam gaz, benzinda yurayotgan mashinani o'rniga
elektrda yurgan mashinani olayotgan bo'lsa, bir qadam tashlayapti oldinga. Havoni ifloslantirmaslik. Uyiga quyosh panellarini qo'yayotgan odam yana bir qadam oldinga tashlayapti. Muammoni hal qilish uchun o'zimiz nima qilishimiz kerak? Harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun gibrid yoki elektr mashinalarga o'tishga imkoniyat qilib beramiz. Buni ham Rossiya savdoda taklif qilamiz. Turizmni rivojlantirish, O'zbekistonda turizm rivojlanishligini ko'zimiz ko'rib turibdi. Odamlar oqib kelyapti bizga. Biz qayerdan? Yevropadan keldik yaqinda. Samolyotda o'zimiz 4-5 kishi xolos o'zbek. Qolgan hamma Yevropa odamlari kelyapti bizga ziyorat degan. Dunyoda eng ko'p ziyorat qilinadigan joy Fransiya o'zi. Yiliga 90 million odam borar ekan Fransiyaga. Biz ham bizdagi tarixiy yodgorliklar Fransiyadan kam emas. Ana shuni rivojlantirishlikni bir qancha unsurlari bor. Turizm uchun keladigan xalq albatta mehmonxonalar yaxshi saviyali bo'lish kerak. Kelganda uni yaxshi kutib olish uchun VIP mashinalarimiz bo'lish kerak. Restoranlarimiz va aylanadigan albatta turizm joylarimiz. Buni davlat miqyosida bo'lyapti. Biz VIP mashinalar olib, turistlarni kutib olib, shunaqa bir shirkat ochaman degan odamga ham Rossiyaga mashinalarni qilib beramiz. Minivan, avtobus, mikroavtobuslarni Rossiyaga qilib beramiz. Undan tashqari qurilish bilan shug'ullanayotganlar. Ichimizda mashhur tadbirkorlarimiz bor, uy qurayotgan, joy qurayotganlar. Hammamiz maxsus texnikalarga ehtiyojimiz bor. Kran bo'ladimi, ya'ni qaziydigan, kavlaydigan, asfalt qiladigan. Ko'p odam buni arendaga oladi. Arendaga to'lagan pulini bizga to'lasangiz nasiyaga olib beramiz. Qaysi miqdorda, qancha miqdordan farqi yo'q. Siz tanlaysiz, sizga olib beramiz. O'sha nasiya, ya'ni arendaga berayotgan pulingizni bizga to'lab, o'sha spes texnikalar sizga qoladi. Buni ham e'lon qilmoqchimiz. Ko'p odam Xitoy brendiga hozir urg'u beryapti, ya'ni elektr mashinalar bo'lsin, dunyo brendlarini ham olib beramiz. Amerikadan, Germaniyadan, Koreyadan bunga o'xshagan narsalarga ham taklifimiz bor. Chet eldan istalgan buyurtmalarni qilishingiz mumkin. Sizga vakil bo'lib, xohlasangiz bu narsalarni olib kelib beramiz, xohlasangiz siz topsangiz pulini biz to'lab beramiz. Nasiyaga ishlaymiz 25 ga 75. Qanaqa bo'ladi? 25 oldindan to'laysiz, kelgandan keyin 75 to'laysiz. Kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun ham pul tikamiz. Faqat loyiha ishonchli bo'lishi kerak, haqiqiy ma'noda bizni qanoatlantirishingiz kerak. Boshlang'ich biznes bilan birga o'rta biznesni kengaytirish, kichik biznesni kengaytirish uchun ham sarmoya kerak. Xohlang chet eldan mahsulotni biz olib kelib beraylik, xohlang shu O'zbekistondagi mahsulotga biz pul tikib beraylik. Buni oling, kengaytiring. Bunga ham sizlarga takliflarimiz bor. Yana bizda Abir Solar nomida quyosh panellarini qo'yish shirkatimiz bor. Abirni ko'p aytyapman, o'zi buni grafikini ham, xronologiyasini ham chiqarib berishimiz kerak oldinroq. Abir yo'nalishida bizni Abir Motors, Abir Nashriyot, mana hozir Abir Nasiya kabi yo'nalishlarimiz bor. Abir Turizm, bundan tashqari nabaviy tabobat yo'nalishida sog'lom turmush tarziga moslashgan yo'nalishimiz ham bor. Ta'lim tizimimiz bor, maktabimiz bor. Bularning hammasi Abirni yo'nalishida. A o'zbek tilidagi alfavitning A'si. 1 raqamni 1. Dunyo bo'yicha hammaga A1 dedirmoqchimiz kelajakda. Xo'p. Abir Solar bu o'sha quyosh panellarini sizlarga taklif qilish. Gaz, ko'mirni o'rniga quyoshdan foydalanishlikni. Rejamiz kelajakda butun O'zbekistonni quyosh panellariga o'tkazish, qo'shni davlatlarga ham rejamiz bor. Katta shirkatlar bizga buyurtma beryapti. Bu Abir Solarni yaxshiligi davlatga tok sotsangiz bo'ladi. Sizga biz qo'yib beramiz. Misol uchun davlatdan 1000 so'mdan olyapsiz tok. O'zingiz qo'ysangiz 700 so'mdan sizga tushadi yoki 600 so'mdan tushadi. Boring 500 so'mdan tushadi. Qolgan 300 so'mini davlatga sota olasiz. Shunaqa sharoit ham qilib beramiz. Bunga ham pul tikamiz.
Xo'p, ishlab chiqarish, zavod, fabrikalarga bir solar orqali panellarni qo'yib beramiz. Elektromobil zaryadlash stansiyalarini qilib berishimiz mumkin. Bugun aktiv narsalardan biri bu ham eng muhim narsalardan yana bittasi uy. Kimdir hamma pulni to'lab uy olmoqchi, lekin biz sizga uni nasiya savdo qilib uyga olib berishimiz mumkin. Albatta bularning hammasi kelishuv asosida, shartnoma asosida, o'rganib chiqish asosida bo'ladi. Yangi yo'nalish bo'lganligi uchun o'zimizga yaqinlarni, O'zbekistonda hozirgi kunda aktiv bo'lgan insonlarni chaqirdik. Sizlarga e'lon qilishdan maqsadimiz ham shu. Birga ishlash, birga shu jamiyatni rivojlantirish uchun qadam bosyapmiz. Avvalo sizlarni duoyinglar, maslahatinglar, birgalikda yelkadosh bo'lib ishlash rejamiz bor. Maqsad tijoratda eng birinchi maqsad pul topish bo'lsa, juda ko'p odam muammoga kirib ketadi. Chunki pul topaman degan odam qarshidagi turgan odamga rahmi kelmaydi. Pul topaman deydimi, aldaydi. Pul topaman deydimi, xiyonat qiladi, qarshidagi odamga nima bo'lsa qilib oladi. Aslida tijoratning oltin qoidasi ehtiyojni qondirish. Qarshidagi odamni, ya'ni to'g'risida turgan odamni ehtiyojini qondirish. U kambag'al bo'lsa, o'rta hol bo'lsa boyga chiqarish uni. Qadimdan bizni an'anamiz, musulmon ulamolarni qadriyati shunaqa bo'lgan. Qarshi tomonni o'ylagan, har doim uni o'ylagan, yonidagisi. Senga qimmat emasmi, senga shu ko'taradimi qilib. Bugun uni o'ylamayapti. Nasiyaga beryapti, to'la olmasligini biladi, ustiga ustak sotib olishini bilib turibdi, sun'iy qarzga tiqadi, uyni garovga olib qo'ygan 150 minglik uyni 80 mingga o'tkazib oladi. Halol savdo deb qo'yadi. Ko'rinishi halol, insof yo'q lekin. Haqiqiy o'sha eskidan odamlarga shantaj qilib yurgan sudxo'rlarning ishini halol nomi bilan qilyapti. Ba'zilar, endi hamma demayman. Mana shu narsalarni oldini olishimiz kerak. Tarixda masalan bir do'konga kelib savdo qilaman desa, bizning musulmon xalqimiz mendan emas, ammo yo'limdagidan qil degan. Nimaga desa, men qildim bugungi savdoyimni. Yo'limdagi savdo qilgani yo'q, undan ol degan. Abu Hanifani oldilariga bir ayol material ko'tarib kelgan, material sotganlar edi. Shuni olib qoling, menga bir joydan sovg'a bo'lib kelib qoldi deganda qancha deganlar? 100 degan. Yo, bu qimmat turadi deganlar. 200 qimmat turadi. 300 undan ham qimmat turadi. 400 yana qimmat turadi deganlarida masxara qilyapsizmi degan. Yo, bor bozorga aylan deganlar. Bozorga aylanib kelsa 500 ekan. 500 berib olib qolganlar. Bizda hozir telefonni olib keling. Ozgina ishlagan iPhone qancha? O'zi 2000 ga olgansiz. 1,5 ming desangiz 800 beray deydi. Qarshi tarafni o'ylash yo'q. Nima qilib bo'lsa ham uni sindirish. Yo'q, unaqa emas. Qarshi tarafni o'ylashimiz kerak. Qarshi tarafni o'ylasak, o'sha tarafning atrofidagi hamma bizni o'ylash boshlaydi. Bugun dunyoda rivojlangan tijoratni 100% hammasini ko'ring. Musulmon emas, umuman dinsiz bo'lsin, odamlarning ehtiyojini qondirgani uchun boy bo'lyapti. U Amazondan tortib, u Tesla'ni CEO'sidan tortib hammasini ko'ring. iPhone, Samsung hammasi odamlarning ehtiyojini o'ylayapti. Nima kerak bularga? Shu ehtiyojni qondiraman deyapti, odamlar keyin ehtiyoji narsa olyapti. Bizi ham bir nasiya yangi loyihamizdan ko'zlangan maqsad hammaga imkoniyat. Qo'limizdan kelgancha ya'ni loyihani kengligiga qarab, kattaligiga qarab pul tikamiz. 1 million, 2 million, 3 million yaxshi biznes, katta zavod quraman deganlarga ham balki imkoniyat o'rtada qilamiz. Barchalarga tashakkur. Sizlarning ko'p vaqtingizni olmoqchi emasman. Agar mayli desanglar, ichimizda hammamizga tijoriy ma'noda ustoz bo'lgan oqsoqolimiz Hasan akamiz borlar. Bularni ham maslahatlarini, duolarini olsak degan bitta taklif qilmoqchiman. Rahmat, sog' bo'ling. Abrorga javob qilasiz. Hamma qadrdonlar qatorida sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz albatta. Hammamiz yuzlarimizni yorug' qilsin, kasb-ko'rlarimizga barakani bersin. Qalblarni egasi, qalblarga ezguliklar, afzalni berib atrofda ro'shata. Keladi do'stlar, qadrdonlar, shu bir-birimizning turmushni ko'rganda xursand bo'ladiganlardan xayrli ishlarda yelkadosh qilsin.
boshlagan ishlar xayrli bo'lsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Qadrdon ko'klarga xursandmiz. Kelib xursand bo'ldik. Albatta shunaqa loyihalar ko'payaversin. Ko'rganda yo'limizni mashqda yaxshi xursandchiligimizga guvoh bo'lish va nasib sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar. Xush ko'rdik, rahmat. Xo'p, bizni bir nashriyotimizni kitoblari ham bor. Ketishda xohlasanglar bu kitoblardan olishlar mumkin. Qora pul imperiyasi. Qora pul imperiyasi bugungi kunda pul sistemasi qanday joriy qilingan 200-300 yildan beri pul sistemasida aksar odam propaganda qurboni ekanligini o'qisa ko'radi. Biz o'zimizni sistemamizni, to'g'ri yo'nalishimizni o'rganmasak, birovga, ya'ni iste'molchi bo'lib yashab qolishimizni xatari bor. O'shalarni ochib bergan kitob. Keyin Mudarris degan kitobimiz bor. Bu Mudarris Imom Abu Hamid al-G'azoliy haqlarida ajoyib roman shaklida yozilgan. Buni ham tavsiya qilamiz. Keyin men bir reklama qilgandim, esingizda bo'lsa, Robinson Crusoe degan kinoni ko'rgan hamma. Robinson Crusoe'ni go'yo biz bilamizki, Yevropa yozuvchilaridan biri yozgan, ilhom bilan yozgan deydi. Vaholanki u Ibn Tufayl degan andalusiyalik olimni Hay ibn Yaqazon degan asaridan o'g'irlagan. O'g'irlamaganda aytardi falonchidan oldik deb. Birga bir ko'chirgan, birga bir ko'chirib, hamma narsasini qo'yib, Robinson Crusoe dunyo adabiyotida mashhur asar. Bekorlarni aytibdi, Hay ibn Yaqazondan o'g'irlagan. Biz Hay ibn Yaqazonni tarjima qildik, nashr qildik. Olasizlar, o'qiysizlar. Orolga o'zi yakka tushib qolgan odam ham Allohni topishi mumkinligi haqida falsafiy asar. Ajoyib, bolalarga ham o'qitish mumkin, aqlni rivojlantiradigan kitob. Boshqa kitoblarimiz ham bor. Bularni olishlar mumkin. Endi rahmat ustoz. Navbatdagi mehmonimizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Tuning for Cars asoschisi Omon aka. Keling. Siz aytishda ro'yxat bo'yicha ekan, Oda ekan, hozir O harfiga kelamiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Xayrli bo'lsin boshlangan ishlar. Ustozlarni ko'rib xursand bo'ldik. Shunchalik hurmat qilib chaqirishdi. Zo'r bo'pti. Bizda bitta loyiha bor edi. Bir joyga yetdik. Kichkina uchini chiqarib qo'yamiz. 2 milliongacha bo'lgan loyihani ko'radigan yo'nalish bor ekan bir joyda. Bizlarga shu 3 dan tepa edi. 4 million dollar atrofida loyiha bo'lib turdi. Shu narsaga hozir aytganingizdan keyin rejalashtirsa bo'lardi. Demak, initiativa katta ekan bu yerda. Ko'ramiz, xudo xolasa, yana muhim tarafi o'ziga o'tkazib berishlar, to'g'ri yo'nalishlar bo'lgani yaxshi ekan. Siz bor joyda yomon narsa bo'lmaydi. Rahmat hammaga. Xudo xolasa, yaxshi yangiliklarni bizdan kutib olinglar. Assalomu alaykum. Rahmat Omon aka, kattakon tashrifingiz uchun. Davom etamiz mehmonlar ketma-ketligida. Navbatdagi mehmonimizni davramiz markaziga chorlab qolamiz. Yuksalish maktablari asoschisi Muhammad Ali Eshonqulov do'stimiz, marhamat. Agar qo'linglar bo'sh bo'lsa, bemalol. Rahmat. Kesinlar. Maktabam 14 ta bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh. 14 ta bo'ldi maktab. Tabriklaymiz. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Omonmisizlar? Mana shunaqa uchrashuvlar bo'lib turgan yaxshi bir diydorlashamiz. Havo buzilib ketyapti, lekin odamlar aynimasin Alloh. Xo'p, men bilasiz ko'pchilik yaqindan taniganlar, akam rahmatli hayotimda ko'p ta'sir o'tkazgan, ko'p iqtiboslarda shu insondan keltiraman. Imkon masalasida yoshligimda bir gap aytgandilar. Muhammad ana, hayotda senga ba'zi odamlar biror bir yordam qilish taklifi bilan chiqadi. O'shanda niyatlari samimiy va xolis bo'ladigan bo'lsa, ko'p hayo qilib, ko'p bir istihola qilib, yo'q demasdan qabul qilib qo'yavergan. Chunki sen undan yordam so'rab chiqmayapsan. Xudo uni diliga soldiki, o'zi yubordiki, yordamini qabul qilayotganda shu niyatda qabul qilganki, inshaalloh men buni 10 barobar qilib o'ziga qaytaraman hali kun keladi degandilar. Va oyoqqa turishimizda yo'l-yo'lakay har xil odamlarni ko'rasiz ekan. Ko'pchilik mana yordamlarini taklif qilib, suyab, jamiyatda o'z o'rnimizni topishga yordam berishdi va alhamdulillah ularni 10 barobar, ba'zilariga 100 barobar qilib qaytarishlik alhamdulillah nasib etdi. Va mana shunday
endi oyoqqa turayotgan ba'zi yosh oilalardir, endi oyoqqa turayotgan yosh yigitlar, qizlar yoki jamiyatimizda o'z o'rnini topayotgan insonlarga yordam bo'ladi deb o'ylayman bu loyihani. Chunki hozirgi kapitalistik tuzumda pul juda ko'p narsani hal qilib tashlaydi. Va ba'zilar hattoki vijdonni, hatto e'tiqodini ham sotishga tayyor bo'lib qolayotgan g'oyaviy immuniteti past bo'lgan bu dunyoda ana shunday moliyaviy manbalar juda ham dolzarb deb o'ylayman. Bo'lmam ustoz boshchiligidagi jamoa buni juda ham puxta bir tizim ustiga qurgan degan yaxshi gumondamiz va biz o'zimizni qurbimizdan kelib chiqqan holda baholi qudrat yonlaringizda turamiz va yordamga tayyormiz deb aytmoqchiman. Hammaga rahmat aytib salomat bo'ling. Rahmat, tashakkur. Alohida ta'lim yo'nalishi bo'yicha O'zbekistonda ko'p hissalarni qo'shayotgan Muhammad Aliga alohida tashakkur aytaman. Ta'lim og'ir yo'nalish, birdan natija bermaydi. Bular uzoq reja qurgan, kamida bir 200-300 yil reja qurgansiz. Ya'ni orqalarida bu avlod, bular tarbiya qilayotgan avlod shu millatda rivojlanishga hissa qo'shadi. Xursandmiz. Ta'lim yo'nalishiga maktab qurmoqchi bo'lganlar shu yo'nalishda ham murojaat qilishi mumkin. Bundan tashqari hozir sog'lom turmush tarziga hamma e'tibor beryapti. Qaysi fitness klubga boring, odam to'la. Qaysi fitness klubga boring, yigitlar, yoshlar shug'ullanyapti, o'zini ustida ishlayapti. Ba'zilar buni tanaga e'tibor berish deb tanqid qilyapti. O'zini qorni borligi uchun shunaqa tanqid qilyapti. Lekin tanaga e'tibor berish bu millatni kuchli bo'lishligini, sifatli bo'lishligini ta'minlaydi. Inson sog'lom bo'lishi kerak. O'sha ma'noda fitness klublar ochmoqchi bo'lganlar, bodybuilding sohasi bo'yicha, boshqa soha bo'yicha shu yo'nalishga hissa qo'shmoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, uni ham sarmoyada yordam beramiz. Shu yo'nalish bo'yicha bugungi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan yaxshi ustozlardan Ahad Xudoyorovga so'z bermoqchiman. Ozgina bularni ham takliflarini eshitamiz. Assalomu alaykum hammaga. Xursandman shu tadbirga munosib bo'lganingizdan, shu tadbirkorlarning ichida o'tirish menga faxr, muborak bo'lsa baraka. Eshitib o'tirib so'zlaringizni xursand bo'ldim. Mana faoliyatimni murabbiylikdan boshlab o'sha sport kompleksi ochish biznesiga o'tkazib yuborganman. 2-3 ta o'sha loyihalarni o'sha bajardik. Xudo xolasa yana sizga maslahatdan tashqari hamkorlikka kelamiz. Bundan tashqari ko'p shijoatli yigitlarga ustozmanda oylik to'lov qilishga qurbi yetadi, lekin polniy summa yo'qda foizga aralashgisi kelmaydigan yigitlarni suhbatdan olamanda. Mana o'sha yigitlarga shunaqa manfaatli yaxshi yo'nalish ochganingiz muborak bo'lsin. Albatta ularga yetkazib qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Rahmat hammaga, rahmat. Davom etamiz mehmonlar ketma-ketligida. Hozir so'z navbatini biznesmenlarni biznesmen ekanligini har doim eslatib turadigan, bitta restoran ochib butun O'zbekiston Respublikasini yoshligiga qaytargan Azim akani chaqirmoqchiman. La Esmeraldani asoschisi Gulroz G'asiyeva bilan Samarqanddan keldi akamlar. Rahmat. Ustoz avvalambor rahmat. Assalomu alaykum hurmatli mezbonlar, mehmonlar. Eng avvalo she'rga yorliq deb aziz ko'rganlar uchun rahmat. Xursandmiz. Samarqanddan ustozni bu tadbirlarga qatnashish biz uchun bir faxr. Chunki ishimizni ilk boshlagan kunlari ustozni oldilariga boshiga borganimizda labbay deb kelganlar va yonimizda turib berganlar. Eng o'sha biz uchun muhim bo'lgan kunlar yonimizga kelib duo qilib berganlar. Mana shu duolar, ustozlarimizning duolari sabab sizlar aziz mehmonlarimiz, sababchilar sizlar bizlar shu kungacha mana shu natijalarga erishib turibmiz. Allohning fazli bilan va sizlarni sabab qilgani bilan. Men bir narsaga juda ham xursand bo'ldim ustoz. Shu yillar davomida oxirgi 3-4 yilda anglab tushunganimiz shu bo'ldiki, nigohda bir oila qurishlikda albatta zagsdan o'tib, shu bilan birgalikda nigohdan o'qitib qo'yamiz. Kimgadir agar zagsdan o'tib farzandi bo'lasanmi desaga, nima deyapsan deymiz. Yoki go'shtni, taomni, luqmani qabul qilayotganda go'shtni aniqlab olamiz. Uni qanday so'yilgani, uni yeyish mumkin yoki mumkin emasligi. Lekin shu kelib kasb masalasiga ko'pchiligimiz bee'tibor ekanmiz. Va ustozlarning ilmlarini olgandan keyin tushundikki, nigohda zagsdan o'tgandan keyin nigohni o'qitish qay darajada muhim bo'lsa, kasbda ham shu darajada buni ahamiyati borligini.
Shuning uchun hozirgi bu tijorat, hozirgi bu bo'layotgan sabablar aynan kasbimizda ham o'sha ham zagsdan o'tib nigohlab qo'yishlik omillarni qilib berayotgan ekansiz. Bu ilmni olishlikka o'zimiz ancha yillar vaqt sarflashimiz kerak, lekin ustozlar bilan birlashsak juda ham qisqa vaqtda ancha yaxshi natijalar qilamiz degan umiddaman. Rahmat, tijoratlaringizga omad tilayman, ishlaringizga barakot tilayman. Rahmat. Rahmat, sizga ham omad. A1 Solar shirkatimizni xodimlaridan Sunnatulloh akamizni mikrofon qarshisiga chorlab qolamiz. Keling aka. Xato qilmasdan gapirishni maslahat beraman, devonamalik shu yerda. Assalomu alaykum hammaga. Shu A1 Solar shirkatining ta'sischisi ismi Sunnatulloh. Bu yerga taklif qilinganimda, mana bu sahnaga loyiq ko'rilganimdan avvalambor Xudoga shukr. Taklif qilganlaringiz uchun ham rahmat. Endi shu agar joiz bo'lsa, Hazrati Jaloliddin Rumiy o'zlarining bir kitoblarida shu insonni tanasini otga o'xshatadilar va bu dunyoni otni oxiri deydilar. Va aytadilarki, otni egasi, otga mingan odam ot oziqlangan joydan oziqlana olmaydi deb aytadilar. Ya'ni nima demoqchiman? Bizni qilayotgan ishlarimizda natija faqat bu dunyodan kutilmasligi, albatta ustozni boshlagan ishlarida, boshqa bir loyihalarda ham birinchi o'rinda turish kerak. Ya'ni faqat bu dunyoda tugab qolmaslik. Shuning uchun bu ishni ta'siri yanaga Xudo xohlasa nafaqat savob yoki bir foyda keltirilishi va bizdan keyingi avlodlarga ham yaxshi bir tamoyil, yaxshi bir asos bo'lib qolishligini tilakdoshman. Katta rahmat, salomat bo'linglar. Hozir yana bizga biznes mavzularida ko'p motivatsiya bergan yoki biznes ilmlarini o'rtoqlashgan do'stimiz bor, Umidjon. Bularga ham so'z beramiz, bu takliflarini, tilaklarini bildirsalar. Rahmat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. O'zi men Nasiya savdoda qarz degan pozitsiya juda xushlamayman. Ya'niki odamni dangasi bo'lganligi uchun shuni hisobiga ko'p narsalar bo'ladi. Lekin men o'zim moliyachi bo'lganligim uchun hozirgi ustoz aytganlaridagi foizlar ko'payib ketganligi, juda ham katta har xil o'zgarishlar bo'layotganligi va bularni oldini olish maqsadida qilinayotgan ishlarda hozirgi aytilgan narsalar agar amalga oshsa har doim xursand bo'lamiz, chunki hozirgi situatsiyada effektiv interest rate deydi, ya'ni o'sha effektivniy stavkani hattoki 30% qo'yganda ham uni ustozi o'zlari aytib ketdilar, 47%li 60, 70, 80'liklarni ko'rdik va bu narsaga qarshi kimdir turish kerak va bu narsalar amalga oshsa albatta xalqimiz uchun, jamiyat uchun foydali bo'ladi. O'shaning uchun xayrli bo'lsin. Boshlagan ishinglar har doim qanaqadir anaqalar bo'lsa, o'zlarining tarafdan xizmatlar bo'lsa doim tayyormiz. Rahmat. O'zi rostdan ham nasiya savdo naqd savdodan ko'ra ikkinchi o'rinda turadi. Ko'p odam nasiya savdo joizmi deb so'raydi. Biz umumiy ma'noda ha joiz deb eshitamiz. Lekin shartlari bor degan gapni eshitmaganmiz shu kungacha. Eshitganlar bor, endi ilmiy yo'nalishda yurganlar. Nasiya savdo joiz, lekin sharti bor. Uni narxi qanday bo'lishi, muddati qancha bo'lishi, narx muddat oshib ketsa, oshib ketmasligi kabi bir qancha shartlar bor. Qarshi taraf nasiyaga olayotgan odam uni olib maishatga saqlab olsa, unga sotish joiz emas o'zi. Qarshi tarafni ish bilan ta'minlasa joiz. Savdoni turi ikki xil bo'ladi. Intojiy deydi, rent deydi. Ri'ay deydi arabchasida, o'z hozirgi ajnabiy tilda rentabilni tijorat deydi. Agar rentga saqlaydigan bo'lsangiz, u to'g'ri emas. Intojga saqlashimiz kerak. Ya'ni biz sotayotgan
nasiya qilib berayotgan savdoyimizdan yalpi ichki mahsulotga foyda qo'shilishi kerak. Ishlab chiqarish, qiymat hosil qilishimiz kerak. Qiymat hosil qilmasak, yerdan kon qazib olganda singari shu neftga, konga asoslangan davlat bo'lsa, unda bo'lmaydi. Nasiya savdoga mashina olib berayotgan odamni kon deb o'ylaydi ba'zan. Kondan qazib olganda singari olib ishlatib olishadi. Bu oqibati yaxshilikka olib bormaydi. Bu rent, bu oqibat yaxshiga olib bormaydi. Intojga saqlashimiz kerak degan shartlarni qo'yyapmiz. Hozir boshlanishida oyiga 2% dan foyda ma'nosida 2% dan qo'yyapmiz, lekin rejada oyiga 1% danga tushirish rejamiz bor kelajakda. Imkoniyat sharoitimizni shunga keltiramiz. Bu borada alohida prezident janoblariga tashakkur aytaman. Tijoratchilarni qo'llab-quvvatlashda nima taklif bo'lsa, shuni amalga oshirib beryaptilar. Bu masalalarda takliflarimiz bor albatta. Kelajakda birga ishlagan paytimizda balki bularni o'rtoqlashamiz. Barchalarga tashakkur. Endi yemek payti keldi. Choy ichib birga qolganni duo hamda o'tkazamiz. Rahmat, barchalarga tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar? Uy berishmasligini deyaptilar. Beramiz bu ham. Uy beramiz albatta. Uy yo'llarni uy bilan ta'minlaymiz, xudo xolasa. Maqsadimiz uysiz odam qolmaslik kerak O'zbekistonda. Assalomu alaykum.